Assalomu alaykum va rahmatulloh. YouTube kanalimiz obunachilari, musofirdagi aka-ukalar ishlar bilan charchamabsizlar. Bugun Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Sertut qishlog'iga darvozalarimizni ostidik. Xudo xolasa inshaalloh bir qator ko'rib obzorni qilib o'tamiz. Darvozamiz razmerlariga keladigan bo'lsak, razmerlar eniga 4 metr bo'ldi, balandligiga 310 razmerda bo'ldi. Listlariga keladigan bo'lsak, 2 listdan qilib berildi. Xudo xolasa o'ta shumla bo'lib chiqdi. Stekalari 8 ga 8 profil bo'ldi, tepasida profil bo'ldi. Tepadagi temiriga mahkamlandi. O'rtadagi stekalari ham hammasi 8 ga 8 bo'ldi. Zamogi Zuber zamok bo'ldi. Kraskalari GK2 devo kraska sachildi. Qadrdonlar ko'rsam mumkin. Darvozamiz fasoni 2 arkali esa aloqaga chiqariladi. Xudo xolasa narxlarni ham kelishtirib ozroq qilib beradilar. Darvozamiz 1 kvadratini 790 ming so'mdan qilib berildi. Xudo xolasa. Tagiga beton quyilgan ekan, beton ustiga tushdi. Chekkasiga mana temirlargacha qo'yib ketilgan ekan. Shu temirlarga qo'shib svorka qilib qo'yildi. O'rtachiga plankani shunaqa qilib o'rnashtirildi. Xudo xolasa. O'rtada stekasi ham mahkamlab qo'yildi. Perforatorda teshib qataq qilib o'tildi. Shunaqa holat. Aka-ukalar. Arqa tomondan ko'radigan bo'lsalar, temirlargacha qo'yilgan, rezinkalargacha o'rnashtirilgan. Chiqsa mana. Sakizlik listli darvozalar orqalari mana shunaqa silliq holatda chiqadi. Zatvorlari rushnoy zatvor bo'ldi. Yana shuni zakaz qilishdi. Tepadan ushatildi. Mana shu yerdan o'rtadan ushatildi. Keyin naryoqdan ushatildi. Shu tepani o'zida bitta, ikkita, uchta. Mana bu eshik tepasidan ushatilgan. Mana shu joydan ushatilgan, xudo xolasa. Keyin mana o'rtalaridan ushatildi. O'rtalaridan ushatildi. Tagidan ushayotgan narigi tomondan o'rnashtirilgan. Pastlarini betonni teshib, shunaqa qilib moslab berildi. Zamoklari Zuber zamok kalitlar shunaqa 5 ta bo'ladi. Tillari ham o'ta zo'r bo'ladi. Mana xonadonda ko'rishlari mumkin. Shunaqa holat. Iltimos qilsam ochilmaydi, xudo xolasa. O'ta go'zal holat. Kimga shunaqa darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, musofirdagi aka-ukalar, qadrdonlar aloqaga chiqib olasizlar. Xudo xolasa uyaltirmaydigan ish bo'ldi inshaalloh. Faqat ko'rinaveradi. Videomiz yoqqan bo'lsa, layklarni bosib, obuna bo'lishni unutmang inshaalloh. Qani ketdik.